17 noyabr hokimiyat binosida tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazyapmiz. Ismi Abrorlik, Taraqqiyot Ayyobek mahalla vakili Odilshobek Abrorlikman. Bugun sizlarga hududlarni tanishtirib o'taman. Hududlarimiz mahalla loyihasi bo'yicha biznesga ko'mak va mahalla loyihasi yo'nalishida kreditlar bor. 17 million 7 million so'mlik kreditlarimiz. Ular kafillik bilan sug'urta asosida ajratiladi. Ishsiz fuqarolarni ish bilan band qilish asosiy maqsadida unga o'zini band qilgan guvohnomasi, shaxs tasdiqlovchi hujjati, mahalladan ma'lumotnoma so'raladi. Asosan so'raladigan hujjatlar qo'yilgan, bank tomonidan tayyorlangan hujjatlar so'raladi. 17 million so'mlik biznesga ko'mak kreditimiz 4 yil muddatga erkaklarga 25%, ayollarga 23%ga 6 oy imtiyozli davr bilan real shaklda ajratiladi. 50 million so'mlik kreditimiz 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan, bu ham ayollarga 23%, erkaklarga 25%. Kreditlarimiz hammasi plastik kartalarga tushirib beriladi. Asosan ta'minotchi bilan emas, prямо o'zlari plastik kartalarga tushirib beriladi. Sizlarga ko'proq taalluqli tarafi yuridik shaxslarga, tadbirkorlar uchun 100 million so'mlik kreditimiz bor. Yakka tadbirkorlar yoki mas'uliyati cheklangan jamiyat ochgan yuridik shaxslarga 100 million so'mgacha kreditimiz bor. 312-qaror bilan 312-qaror bilan 100 million so'mgacha garovsiz, 300 million so'mgacha garov asosida likvidniy boylik qo'yadigan bo'lsanglar, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ajratamiz. Bunga talab qilinadigan hujjatlar shu asosan 1 yildan ortiq faoliyat ko'rsatgan guvohnoma, faoliyat ko'rsatgan bo'lishi kerak. Shu guvohnomasi, faoliyat ko'rsatadigan joyini kadastr hujjati, biznes reja tuziladi. Qolgan hujjatlar bank tomonidan o'zi qo'llanadigan bo'ladi. Hozirda ko'plab fuqarolarimiz foydalanib o'z biznesini, tadbirkorligini rivojlantiryapti. Sizlarga taklif qilamiz. Bitta odam faoliyat bo'lishi kerak. Hozirgi aytib o'tilgan ma'lumotlar bo'yicha kimda savol, qiziqishlar bo'lsa, marhamat eshitishga, javob berishga qo'ldan kelgancha tayyormiz. Savol yo'qmi? Agar hech kimda savollar yo'q bo'lsa, yig'ilishimizni yopishimiz mumkin. Agar yana qo'shimcha savollar tug'ilib qoladigan bo'lsa, bankka murojaat qilishlari mumkin.